Xo'p, 6-savolga yetib keldik. Keltirish formulalaridan foydalanishimiz kerak. Ya'ni shu mavzuda. Demakki, kosinus 330. Buni kichraytirishimiz kerak. Qanday kichraytiramiz? Kosinus 330 bu kosinus 270 plus 60 gradus. 270 ga 60 gradus qo'shsangiz necha? 330 beradi. Yokida bo'lmasam buni 2pi qilamiz. O'chiraylikda 2pi qilamiz. Kattaroq sanaylik. 2pi minusdan 30 gradus. Ya'ni 2pimiz bizda 360 gradusga teng. 360 dan 30 bersangiz 330 beradi. Plus kattangiz 315 da ham 2pi qilamiz. Kattangiz 2pi minusdan necha? 360 dan necha narsangiz 315 kelib chiqadi. 315 da ayrishingiz uchun, xo'p, ayirib yuborsangiz 45 degan gradus bo'lib qoladi. Endi sinus 240, sinus 240 da sinus xo'p, 270 minusdan 30 gradus qilib olamiz. Bo'ldi, hisoblab qo'ysak bo'ldi. Buni yechishni bilamiz. Qo'yib, xo'p, chizib olsak. Chizdik. Endi kosinus birinchisiga qaraymiz. Kosinus 2pimiz, 2pi bu yerda joylashgan. 2pidan 30 gradusda ayiramiz. Ya'ni 4-chorak bu yer. 4-chorakda kosinus musbat. Demak, kosinus oldi 2pi bo'lgani uchun sherigi bilan almashmaydi. Faqatgina sinusni koordinatasida bo'lsagina almashadi. Kosinus koordinatasidagi graduslarda hech qachon almashmaydi. Demak, kosinus hozir 2pi bu tomonda kosinusni koordinatasida turgani uchun shu holatda qoladi. Demak, kosinus o'zgarmaydi, kosinus turadi. Kosinus 30 gradus. Oldi ishorasi 4-chorakda kosinus musbat. Endi plus kattangiz 2pi. Kattangiz 2pi da bu yerda 2pi turibdi. 2pi dan 45 gradus ayiramiz. 4-chorak, kattangiz 4-chorakda manfiy. Manfiydan minusdan 2pi bo'lgani uchun bu ham almashmaydi. Kattangiz 45 gradus. Xo'p, plus sinus 270 pastda joylashgan. Sinus 270 dan ayiramiz 30 gradusni. Demak, 3-chorak. 3-chorakda sinus manfiyga teng. 270 bo'lgani uchun bu sherigiga almashishi kerak, kosinusga. Minusdan kosinus 30 gradus. Bo'ldi, hisoblab qo'yamiz. Endi buni qavsda ochib yuborsangiz, kosinus 30 ni qavsdan ochib yuborsangiz, bu bilan bu qisqarib ketsa, teng bo'ladi. Minusdan kattangiz 45 qoladi. Bu -1 degani. Javobimiz shu.